Ko'pchilik sifatni tayyor mahsulotda ko'radi, lekin bu faqat natija. Aslida esa sifat zavod ichida birinchi qadamdan boshlab yaratiladi. Barchasi xomashyoni to'g'ri tanlashdan boshlanadi, chunki sifatli mahsulot sifatli xomashyodan kelib chiqadi. Birinchi navbatda sizning loyihangizga mos eskiz chizishdan boshlanadi. Mutaxassislarimiz obyektga mos, to'g'ri o'lchovlar bilan loyihani chizadi. Keyingi bosqich kesish jarayoni. Har bir detal oldindan belgilangan o'lchov asosida kesiladi. Bu yerda hatto millimetr darajasidagi xatolik ham keyinchalik muammo berishi mumkin. Shuning uchun aniqlik eng muhim talab. Shundan so'ng yig'ish bosqichi boshlanadi. Har bir detal yuqori darajada aniqlik bilan joylashtiriladi. Konstruksiyani to'g'ri yig'ilishi kresloni uzoq vaqt xizmat qilishiga bevosita ta'sir o'tkazadi. Keyingi bosqich tashqi qoplama, bo'yoq yoki maxsus himoya qatlami beriladi. Bu faqat chiroy uchun emas, balki stolni namlik, tirnalish, eskirishdan himoya qilish uchun zarur. Oxirida esa yakuniy tekshiruv amalga oshiriladi. Kresloni qulayligi, barqarorligi hamda umumiy sifati tekshiruvdan o'tadi. Barcha talablar bajarilgandan keyingina u foydalanishga tayyor bo'ladi. Zala kompaniyasida barcha mahsulotlar shu bosqichlardan o'tib sizga sifatli ko'rinishda yetib boradi. Agar sizga ham sifatli kreslolar kerak bo'lsa, hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki direktdan bizga murojaat qiling. To'liq ma'lumot beramiz.